aloqalar va faoliyatlar to'plab hamda turli sovrinlar o'ynab keling. Aka 70-80 puldan ekan bular. 15 ming so'm. Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Suxarikda bugun katta 10 ming so'm Nima deydi zotini? muzlatgich, televizor, Chorniy almas. Chorniy almas. va choynaklar to'plab hamda turli sovrinlar o'ynab keling. Omadingizni silang. Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Suxarikda bugun katta Buni jo'ja xorazligini hozir bilsa bo'ladi. Qanday bilsa bo'ladi? muzlatgich, televizor, Jo'ja xorazligini qanday bilsa bo'ladi? pech, va choynaklar to'plab hamda turli sovrinlar o'ynab keling. Ha, 5 dona xo'rozi bor, qolgan hammasi ekan. Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Suxarikda bugun katta 10 ming so'm evaziga turmushli muzlatgich, televizor, tefal, xurujdan, pech, aloqa va choynaklar to'plab hamda turli sovrinlar o'ynab keling. Omadingizni sinab ko'ring. Bash xorozmi? Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Suxarikda bugun katta 10 ming so'm evaziga turmushli muzlatgich, televizor, Paypoqqa qarab olyapsizmi? Paypoqqa qarab olyapsizmi? va choynaklar to'plab hamda turli sovrinlar o'ynab Navbatdagilarga o'tamiz. keling. Omadingizni Qora jo'jalar sinab mana edi. Borlarlar ham bor ekan. Assalomu alaykum hurmatli Tog'a bu sizdanmi? 25 ming tutgacha. Ha, 25 ming. Burunlar ha bu? Ha, burunlar. 25 ming so'mdan mana. tefal, xurujdan, Ular necha kunlik? aloqa va choynaklar to'plab 25 ming turli so'mdan. sovrinlar o'ynab Akalama. keling. Omadingizni sinab ko'ring. Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Yarim kilo chiqib qoladimi? Bugun katta aksiya. 10 ming so'm evaziga Yarim kilo chiqadimi? muzlatgich, Yarim kilo televizor, chiqib qoladi, yarim kilo. pech, aloqa 25 ming. va choynaklar to'plab hamda turli Bular hech puldan ekan mana ular. Assalomu alaykum. Asab o'taylik. Suxarikda O, akamiz egalar, şeyda egalar o'zlar. 10 ming so'm evaziga turmushli muzlatgich, televizor, Aka bular necha pul aka? Ular 40 mingdan 30 mingdan 25 mingdan. Bular tuxumga kirganmi? turli sovrinlar Naqd. o'ynab Sifatlari ham o'zi ham yosh bo'ladi. 40 mingdan ekan mana tuxumga kirgan variantlari. Oq tovuqlar. Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Zo'r ekan oyog'ini siqishlar. Yangi kiritgan. To'g'rilar mana yosh, Belarus 9. Belarus Aybisti 9. yo'q. Televizor, Hammasi sog'lom. Zoti Belarus 9 mi buni? Ha, Sendi bilan Belarus 9. Ha, hammasi tuxumga kirgan variantlar ekan bular. Akalar 40 ming so'mdan mana basi. Mana ular 30 ming so'mdan ekan. Bular jicha borish kerak tuxumga kirishga. O, oxirdagilar 25 ming so'mdan ekan mana. 10 ming so'm evaziga Ko'rsatib qo'yamiz. Mashlar 25 ming ekanmi? Mashlar 25 ming so'mdan ekan. Bular hali jicha bor, ha, tuxumga kirishiga. Ha, mana ular qizil tuxumlar. Ha, bular qaymoq svet mana tuxum damashli bo'ladi. Bular ko'p bo'ladi. Ha, bularniki oppoq bo'ladi. 10 ming so'm evaziga Bular sendi bo'ladi. Bular ham tuxumlaydi, lekin. Bular bari tuxumda, yosh to'g'rilar. Ha, hammasi yosh tuxumdagi tovuqlar ekan mana. 25 ming so'mdan akalar. 25 ming, 30 mingdan. Aka har doim bo'ladimi sizda? Telefon raqam aytib qo'ying-chi. Telefon raqam 99lik 345 345 45 31. 45 31. Broiler cho'jalar ham bor bizniki. O'nlar ha. Dastavkasi ham bor. Nech puldan ular? 25 mingdan 700 grammlik. Dastlabkasi kelishiladi ha? Ha, bor. Ana shunday video qiling bizniki ham. Nech puldan ular? Ketdi mana akalar. Mana. Aka hormang bular nech puldan aka? Bular 25 dan. 25 ming so'mdan mana. Yarim kilo chiqadimi bular? Yo'q, bular 8 gram 1 kiloga. 8 gram 1 kilomi? Voy. Vesi og'ir ekanmi? Mana ular nech pul? Bular ham 25 danmi? 23 ming. Sal kichikroq. Lekin 23 ming so'mdan. Mana akalarimiz olishdi.
Bular ham hozirgi telefon raqamlar. Bular nech pul ekan? Xo'roz 100 ming. Yonidagi makammi? Bu ham xo'roz. Jiroq ekan. Chiqaryapti. Bunisi 100 ming, bunisi 120 ming ekan akalar. Bitta tovuq qo'shib qo'yish. Bular 1000 so'm. Ama bu 7 ming so'm berilyapti. Jo'jalar nech pul ekan jo'jalar? Jo'jalar 1000 so'mdan bo'ldi. 1000 so'mdan. Olov halqam olingan narxi 1000 so'mdan. Mana bu 7 ming so'mdan xonakisi, damashnisi. Bunisi 7 ming so'm. Mana ular Jo'jalarimiz 50 ming so'm. Bular 5 ming so'mdan. Mana bu yoqda qozon bor pastda. Bular nechdan qildi? Bu 50 ming. G'oz ekan u jo'ja. G'oz jo'jasi. Yo'q, tama kam yo'q uni. Bo'lishi kerak. Akalar 1000 so'mdan. Tama 1000 so'm qo'ymasam iloji yo'q. Mana 1000 so'm so'ma foyda qilaman, tanga foyda qilaman. Ko'p foyda qilmaydi masalan. Ay o'yinchoq bor, jo'ja o'yinchoq shu bilan bir xil ekan. Mana xo'rozam sizdanmi xo'rozam? Ha, xo'rozam bizda. Nech pul bu? Xo'roz 150 ming. Yapon ham 150 ming. İyi mayli Yaponski tovuq 150 ming ekan bu ham. Maqala qarab 150 ming so'm. Bu kimdan ekan? Nima deydi buni aka? Nomi? olaveringlar, 1000 so'm bugun. Papugaya. Bular ham boshqacha. Mana nima derdi? Merazushkami? Aka bu sizdanmi? Nech pul aka? Kim mana? Bular nech pul? Ha, donasi 120 ming. Bunisi-chi bunisi? Nechtasi 120 ming? Ikkitasi 120 ming. Miramira 150 ming. Asi miramir. Miramir. Ha, mana miramir der ekan. 1000 so'mdan aka, 1000 so'm. Bu jupa Buni quroz hammasi. 120 ming. Mana shu miramir shekilli-ya. Bundan chiqqan o'rab qo'ygan. 150 ming ekan ular. Manisi nech pul bunisi? Bu maskasi 200 ming, manisi 80 ming so'm. 200 ming, bunisi 80 ming so'm. Nima deydi buni aka? Meradushka deydi. Uni Merazushka. Zo'r. Ularga o'tamiz. Bular nech pul ekan burular? 120 dan. Nech kilo bular? 3,5 kilo. Tining besi 3,5 kilo. 3 kilo, 3,5 kilo. 3 kilo oshiq ekanda. Bular nech pul? 30 ming so'm. 30 ming so'mdan. Tuxumlaydi-a bular? Bular nech pul? Bular hammi? Bular ham 30 ming so'mdan. Zo'r. Nech pul aka bular? 110 mingdan juftda. Mana shular jup 110 ming. Mana ular 25 danmi? Donasi 25 ming so'mdan. Bular jo'jasi ichkilar? Ha, jo'ja. Men qoni chilinganlar ham o'zi qimmat turadi-yu, shuni aybi borligi kichkina deydi. Ha. O neda 200 ming deyishdi-ku shuni. Bular nech pul mana ular? 250 ming juftda. Jup 250 ming. Bunisi-chi? Bir xillar. Ha, bunisi ham 250 Qarab ming. zoti boshqa. Zoti nima buni? Oddiy jajari Koreyaga. Bunisi-chi? Bu Arabistonniki, mana bu Pokistonniki. Ha, Arabiston, Pokiston. Karello deylar ekan bu nomi. Zo'r. Bunisi nech pul bunisi? Bular 150 dan Jupi 150. kecha. Ha, Babichalari bor. Ha. Orqasida guli bor. Ha, mana orqasi. Bu gulimi bu? Guli bor. Orqasida radujnilari bor aka. Chexlar bor. Assalomu alaykum hurmatli Rossiya savalarimiz 150 dan kam. Saroy ekan buni nomi. Rossiyalik ekan 100. Bu nech pul quyoncha? Quyoncha 100 ming. Zo'r. Ko'tarib olib ketaverasizlar akalar. Shular. Assalomu alaykum hurmatli Jo'jalar. Aka o'tdik. Ketdik baqa ketdik. 600 ming kam bu. Bu xo'rozmi ekanmi?
Xo'roz 600 ming so'm kami bor ekan. Kim? Yo'q. Nech pul ekan bu? Ko'ra kecha kim? Nech pul ekan? Ha? 300 ming so'mdan kami bor. 300 qilgan. 300 ming so'm. Hammasi mashinaga o'xshagan. Sheriklar ashi. Bu bozorlarga bersin. Navbatdagilarga o'tamiz. Tog'a nech puldan ekan bular? Mana shu burunlarmi bu? 3 kilo oshiq-a bular? 4 kilo shu. 4 kilo oshiq, ha. 4 kilo oshiq 150 ming so'm. Kami bor-a? Mana shu 110 ming. uyda olib ketibdi-yu bular. 110 ming so'mdan. Qancha ekan? Mana 150 ming to'g'risimiz. qoralar ham 110 ming. 150 dan. Xo'roz bu 150 ming so'm. Xo'roz. 150 ming. Mana qora tovuqlar ham 110 ming, ha? Ha, qora tovuq 150 ming. Qizil tovuqlar 110 dan. Ana ham sizdanmi? Egasi yo'q ekan. Bozorlarni bilsin. Bunaqa uy tovuqlarni ko'rdik. Burunlar nech pul ekan? 18 ming dan. 18 ming so'm. Nech kunlik bu? Va, bilmayman hech kim bo'ldi. 18 ming so'mdan. Bir haftalikda. Bir haftalik, ha? Bu nech pul bu? Xo'roz ham sizdanmi? Ro'y. Sotilishi 100 ming. Sotilishi 100 ming. Bularchi? Makallar. Manlisi 50 dan, berisi 100 ming. Bunisi 50 ming, bunisi 100 ming ekan akalar. Xo'roz. Navbatdagilarga o'tamiz. Bu nima bu? Bedanami nima? Bedana aka. Bedana nech puldan bu? 10 ming. Bedana 10 ming so'm. Bular kattasimi endi? Ha. Tuxum tug'ayotgan, ha? Tuxumlayotgan, ha? 10 ming so'm. Xo'rozlar nech puldan aka? 100 ming. Xo'rozlar 100 mingdan ekan. Go'zalligini qarang. 100 ming so'mdan. Mana qora makallar nech pul? Mana shu. Navbatdagilarga o'tamiz. Navbatdagilar akalar dakan ham chiqibdi. Aka mana xo'roz sizdanmi? Nech pul aka? 500 ming so'm. Mana xo'roz. 500 ming so'm. Bu qachongi bu? Avgustda chiqqan. Avgust xo'roz. Avgustda chiqqan ekan. O'sha urushgan ham shekilli bu. Urushga yaxshi urishadi. Sotda ham. Yaxshi urishadi. 500 ming so'm kami bor. Mana tovuq nech pul? 150 ming. Tovuqqa 150 ming so'm kami bor. Tuxumlar ekan bu? Tuxumga kirgan 150 ming so'm kami bor. Ko'zi ham qora ekan o'zi. Bermitdan Zo'r. Bular nech pul? 25 ming kami. 20 ming so'm. Bunisi 25 ming bunisi ekan. 20. Qachon qara? Ha. Andijon qora tovuqlarning jo'jalari ekan. Rustam Javuz. 20 ming so'm kami bor ekan. Zo'r. Bozorlarni bilsin. Aka tovuq nech pul ekan? Bularni kelishini 250 ming berdim. Jupi 250 ming. Pishirib so'rash sizdan. Tuxumga kirgan ichkida o'zi? Yo bu emas xo'roz bu. Yo, xo'rozmi bu? Andijon dedi-ku, Andijon Ya, dedi. Andijon Ballani kattasi. Mana uni xo'roz ekan mana. Ha, Tayyor xo'roz. variant. Zo'r. O'shaga to'xtamadim. 150 ming so'm jupi. Beradiganligingizni ayting. Qancha 40 ming? 50 ming. Nech pul deyapsiz siz? 120 bermadim. Ha. 120. Xo'rozmi bu? Makiyom. Makiyom. Zoti nima zoti? Zoti. Ventan. Nima? Ventan. Ventan. Ventan zoti. 160 ta. Xo'roz. Bular 160 tanmi? Ha. Xo'rozmi bular? O, makiyoni mana shu xo'roz, ha? 160 tan. Hepsi do'stlar vaqtida bo'ladi. Oq xo'roz nech pul? Ujat chavini. Ujat kurashib qashdi. Sizniki emasmi? Ha. Ha, mana o sizdan ekanda, buni tomon.
Kaptar kimdan ekan kaptar? Nech pul kaptar? Oldi 30 ga. 30 mingga oldingizmi? Kaptar 30 mingga olishdi. Zo'r. Bozorlarda nasib. Aka xo'roz nech pul aka? 300 kam bor. Nech pul? 300 kam bor. 300 ming kami bor. Mana to'g'mi? Aka Bo'yincha katta buni. Zoti qanaqa bu to'g'da? Bo'yi katta ekan-da. 300 ming kami bor. Zo'r. Bu yer nech pul aka? Yo'q, 50 ming aka bu. Vallahi 50 ming so'mdan kam qolgan. Zo'r ekan. Bu mana. Sisarka. Sisalka deydimi? Sisalka. Xo'rozmi bu? Xo'roz sisarka. Hech puli? Bu tuxumladimi yo chiroygan? Nima ya? 250 ming. Xo'roz ekan. Sisalkadir ekan. Lekin sotib. Yaponlar nech pul? Mana xo'rozi 100 ming. Makonlar tuxumlayotgan. Va xuroz champulda xurozchi. 100 ming so'mdan. Qaysi xo'rozlar? Bu qora. Xo'ralarmi? 150 da aka. Hammasi mana ham bor. Xo'rozlar 150 ming so'mdan kam qo'ragan. Ular makonlar nech pul? 150 da aka. Ular makonlari ham xo'rozlari ham 100. Manimdan pastlar 250. Qorashazodov. Qora shozlarning xo'rozimi bu? Makoni ekan. Katta bo'lar ekan qora shozlar. Bu nech pul bu? 250 kam bor aka, tuxumlayotgan. Tuxumlayotgan. Ola chiqdi bu. Birov bo'ldi. 250 ming. Tuxumga kirdi. Bunga kiribdi. 250 ming so'm kami bor ekan. Zo'r. Bozoringizni bersin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, o'zlaringizni ehtiyot qilinglar. Bir dona like bosib kanalimizga obuna bo'lish esdan chiqmasin akalar.